Assalomu alaykum jigarlar. Sizlar bilan Tega Turbo bugun yangi kelgan Anohra X yutini open case qilib ko'ramiz sizlar bilan. Bonuslar olamiz birinchi. 1.5 ming UC yaxshi. Qizil kristal yaxshi. 4 ta bo'ldi bizda. 300 UC. Birinchi 60 UC da olamiz. Qani baytan nechta material berar ekan bizga? Qani ber endi bizga. Bitta bo'laveradi mayli. Qani ketdi bo'lmasa. Open case qilamiz Anohrani. Kirmadi-yu bu. Bug bo'lyapti. Birinchi biz 30 UC'lik parlavo shulardan boshlaymiz. 30 UC'dan boshlaymiz biz. Qani ketdi. Birinchi bittalik. Sariq tosh, mayli, ikkita yutni ko'targani kerak bo'ladi bizda. Oxirida Frown tutsa Frownni ko'tarib yuboramiz. Mayda toshcha yaxshi. Material yaxshi. 30 UC yana bitta. PUBG Frownni bersa ajoyib emas bizga. Sumka 18 ta tanga yaxshi, zo'r. Shunaqa qilib bergan narsalar berib tursa, ko'p narsaga aylanadi. Kraska kerak emas bizga. Ber bizga biror narsa. Dim, yaxshi bo'laveradi. 4 ta. Qandaydir yorishib ketdimi? O, material chotki. Shunaqa qilib materiallardan ham berib tursin bizga. LED olib qo'yamiz. Uy, yana material. Chotki. 30 UC'ga material. La vida es un carrusel. Anohra X yuti, voy, gap yo'q, chotki. Yaxshi. Ber yana PUBG bizga shunaqa qilib X yutlardan berib tursang. Frown olib qo'yamiz bermasa. Qani? Nima berarkan endi? Dim yaxshi. Molik. Chotki. Qani 30 UC'ga. Bitta. Ikkita. La vida es un carrusel. Frownni ham berib yubordi bizga. Chotki Frownni xotinini ham oldik. Endi Frownni o'zini berib yuborsa ajoyib emas. Qani? Ketdi yana bitta 10 talik. Ber bizga Frownni PUBG. Afsuski hech nima bermadi. 2 ta garantiya yetib qolibmiz mana. Qani 30 UC'dan o'taylikchi. 2 3 O, emotsiya yaxshi. Endi bitta 10 talik. Ana ketdi. Ber bizga PUBG Frownni ber. Qani nima berarkan? Ko'rdinglar obunachilar, qo'ldan kelgancha Frownni olishga harakat qildik, afsuski ola olmadik. Muhimi Anohra bilan Frownni berdi. Shunga ham xursandmiz. 6000 UC'ga yaxshi chiqarib oldik degan umiddaman. Mana biz endi 1000 ta tangasiga bir akamizga Frownni tashlab beramiz. Videoda qirqganim uchun shunaqa bo'lib qolibdi oxirida. Orasida uzilish bo'ldi. Shuning uchun shunaqa bo'lib qoldi. Qani endi nekini topa olmayapman. 3 ta A degan akamiz bor edi. Qani, ana. Endi bu akamizga qani omad deb yozib qo'yamiz.
O'chiramiz. Qani, ketdi bo'lmasa. Bosdik. Mana sovg'asi yuborildi. Poddecha qilib obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Mana ko'rdinglar jigarlarim. Birovni omonatini topshirdi o'z egasiga. Addushi jigarim, tabriklayman. Mana ko'rdinglar. Tega turib ishonchli va halol. Sog' bo'linglar.